Men siz uchun bugun juda ham ajoyib bo'lgan mebellarni obzor qilib ko'rsataman. Xitoyda ishlab chiqarilgan Jiloy komplekt, spalni garniturimiz, gorka komodimiz va 8 talik stol stulimiz mavjud. Hammasini qisqacha obzor qilib ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Juda ham manfaatli bo'ladi. Kravatimiz ko'rsangiz bo'ladi. 4 metrlik joyga tushadi. Tumbichkalar o'ziga qotirilgan avvalgi ko'rinishda matras ortopedika, yangi matras tashlangan. Xullas, ortiqcha ta'rifda umuman kerak yo'q. Sassanasi ideal holatda turibdi. Shkofimizga ham e'tibor qaratinglar. Shkofimiz 4 eshiklik, yonlari avvalgi ko'rinishda, ranglari ham, naqshlari ham o'ziga o'ta yarashib turibdi. Komodimiz razmeri 2.70. Buni oynasi o'ziga qotirilgan, avvalgi ko'rinishda, bu yoqda o'zinida polkalari mavjud. Endi zal komplektiga o'tamiz. Zal komplektigimiz gorkamiz bor. Gorkamizni mayodagi naqshlarga e'tibor qarating. Xitoyliklarning kallasiga qanaqa keladi bunaqa ideallar. Komodimizni sassanasi ideal holatda, yonlari avvalgi ko'rinishda, tagida bitta tortmasi mavjud. Endi 8 talik stol stulimiz. Bosh tarafdagi va oxirgidagi kreslolar qilib ishlab chiqarilgan. O'zini 6 ta обычный stullar mavjud. Ushbu ko'rib turgan mebellarimiz yoqqan bo'lsa, pastda telefon nomerini qoldiramiz. Mana shu telefon nomeriga bog'lanib, narxini bilib olsangiz bo'ladi. Ushbu videoga bitta like bosing. Bunaqa mebellar faqat mebel bu uzda bo'ladi. Obunachilar hammaga kattakon rahmat.